O 7700 dollardan yer yo'q-ku, Ko'ktereda. Shahardan 4 kilometr chiqsa kerak, Keles Ko'ktera bo'ladi. Orientir Ko'ktera bozorining to'g'risida kirganingizda qarang, shu 85 sotix, 740, 7,5, 8, bu yoq tarafi ham ko'cha, bu yoq tarafi ham ko'cha. Keyin mana o'ng tarafi ham ko'cha. 585 sotix, u shu burchakda. Mana bu Tarsovoy tarafida 785 sotix. Bu yoq o'ng taraf burchakda 745 sotix. Xullas hammasini kadastri alohida qilingan. Srochniy narxda bo'lgani uchun egalariga rostdan pul zarur bo'lgani uchun. O'zi bu mahallada 12 ming, 13 ming. Bu joylarni bilganlar yaxshi biladi. 7700 dollardan pul taqalib qoldi. Srochniy bosib yuborish kerak aka. Kadastrlar joyida, dokumentlar joyida deb aytishdi. Yana bitta o'zingiz ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Chizmalarni ham tashab berishadi egalari. So'rasanglar Telegramdan tashab berishadi. Xohlaylar yaxlit olinglar, xohlaylar yarim shu 6 sotig'ini olinglar, 7,5ni olinglar yoki-da mana 8ni olinglar. Bu joyi olib ferma qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Qarang, imoratlar bu yoq tarafga ham tushgan, qo'ni qo'shnilarga. Bu yoq o'ng tarafga ham tushgan. Bu yoq tarafi ham ko'cha, bu yoq tarafi ham ko'cha. Tarsovoy taraf bitta, keyin bu yoq tarafi ham Tarsovoy ko'ryapsizlar. Bitta no tarafi mana bu lep ko'ryapsizlarmi? U yoq 8 sotuvni u yoq burchagidan o'tib ketgan. Alohida olinglar yoki-da kimgadir 585 kerak bo'lsa 585 olinglar. Narxi 7700 dollardan har bir sotiga. Qiziqqanlar telefon nomerlar pastda bo'ladi.